Rossiyaga avtobusda ketdim. Birinchi videoda Qozog'istondagi oshxona haqida va avtobus salonidagi holat haqida gapirib bergandim. Endi video davomiga o'taman. Qozog'iston yo'llarida hojatxona muammo bo'lgani sababli shunaqa kimsasiz joylarda to'xtab turishga to'g'ri keladi. Yo'lovchilar buni sanchas deb atashadi. Rossiyaga yaqinlashar ekanmiz, shunaqa qorlar paydo bo'lishni boshladi va havo ancha sovib qoldi. Yo'lda ko'zim shunaqa shaharchiga tushdi, lekin shahar o'rtasidagi uzun choq shunaqa binochalarni nimaligini tushunmadim. Biladiganlar kommentariyada yozib o'tib ketasizlar. Deyarli 14 soat yo'l yurgandan keyin Abidga yaqin ikkinchi oshxonaga to'xtadik. Oshxonaga kelsak, kichkinagina bejirimgina oshxona ekan, lekin narxlar o'sha baland edi. Bu yerda ko'p turmay yana qayta yo'lga chiqdik. Qorlar ancha ko'payib qoldi. Oynadagi kirlarga e'tibor bermaysizlar. Havo esa ancha sovib qolgan edi. Mana 18 soat yo'lda ekanman, birinchi og'riqlar boshlandi. Bel og'rig'i, oyoq og'rig'i, bu yuzimdan ham ma'lum edi. Qolgan ko'pchilik yo'lovchilar ham charchashdi. Ko'pchilik vaqtni qisqartirish uchun shunchaki uxlab ketishdi. Ba'zilar esa shunchaki yo'lni tomosha qilib ketishdi. Keyingi videoda Rossiya chegarasidan qanday qilib o'tganimizni ko'rsatib o'taman. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmang.